Kızım neymiş kıvatsız? Fatih apa bu quymoq bek o'xshabdi. Ush quymoqni selish so'ng to'rdashlar uyutib qo'ysak bo'lmamdi? Buldu ögütüp koyaylı. Tordaşlar yaxşımsızlar? Ben Fatih İstanbul'umen. Ben bu kuymakını silip kevatqını 20 yıl oldu. Bugün sizlerin huzurunlağı sunmakçı. Əmsi dərskimizin mərhəmət. Quymaq yeterlik materiallar. Un 1 kilogram, tuz 5 gram, xemitruş 10 gram, 3 gram podafin, muvaffaq miqdarda ilman su, 3 tane tuxum, muvaffaq miqdarda piyaz, muvaffaq miqdarda sebze. Unun üstüge tuz bilan xemitruşni silib, ilman suda naytı bo'sh holatda xemir yoğurib olamiz. Bu xemirning chi ravrus qilish kerak. Mana xemirimizni yoğurib tayyor qilib oldik. Endi biz bu xemirni 1 soat atrofida bo'ldirib olamiz. Mana bo'lib tayyor bo'lgan xemirimiz. Bunun üstüge podafinni, tuxumni, piyozni, sebzini silib, yana o'xshashlam ravrus chini qandirib olamiz. Oldin qisilgan mayga qo'limizni namdab turib, o'zimiz mo'ljar holatda uzib, mayga mushna o'xshash silib, pishirib ilvasak bo'ldi. Pishib chiqqan quymoqni shakarga silib, mushna o'xshash besib, chiroyli tovoqlarga silib, iste'mol qilsak bo'ldi. To'rdashlar, o'rganib oldinglarmi? Undaq bo'lsa,